o'ylaymanki, bugungi Romitan tumanidagi Buxoro viloyatidagi tajriba O'zbekiston Respublikasi barcha boshqa hududlarida ham amalga oshirishni biz maqsad qilib belgilab oldik. Har oyiga kelib bepul dorilarni olyapmiz. Endi uyda turib ham demak tizim orqali navbat olishyapti. Nurga tushganligini aytib o'tdilar. Turga yaqin hujjatlarni to'ldiradi. Raqamlashtirish orqali mashlardan voz kechildi. Bu seminardan ko'zlangan asosiy maqsad birinchi navbatda aholimizni salomatligini saqlashga, ularni sog'lom ovqatlanishga va qolaversa shifokorlarning ham bemorlarga bergan tavsiyasini samarasini oshirishga xizmat qiladi.